Qanaqa qilib viloyatliklarni 50% dan 5% gacha, ya'ni 10 baravarga kamaytirdik. Target xizmat ko'rsatadigan loyihamizda kuniga 100 ta lead kelsa, shundan 50 tasi viloyat, 50 tasi Toshkent shahar kelyotdi. Shu loyihaga biz bitta fishkani qo'lladik va shu orqali 50 ta emas, balki 95 ta Toshkent shahar, 5 ta viloyat kelishni boshladi. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, bu qanaqa fishkaligini sizga o'rgataman. Xudo xolasa bu videomiz targetolog va tadbirkorlarga juda ham foydali bo'ladi. Agar foydali deb bilsangiz, like va podpiska bosishni unutmang. Biz u loyihaga Instaforma orqali leadlarni olib kelyotdik va Instaformada biz shunaqa nastroyka qildikki, mana forma ochilgandan keyin question qismida conditional logic yoqib qo'ydik. Ya'ni bu nima desangiz, masalan, odamga chiqdi, reklama tugmani bosdi, forma ochiladi, savol beradi. Masalan, bitta savol beradi, ikkita javobi bo'ladi. Masalan, tepadagi javobni belgilasangiz, keyingi savollar ochiladi-da, pastdagi javobni belgilasangiz, afsuski siz bizga to'g'ri kelmadingiz deb promo uni chiqarib yuboradi axlat. Mana hozir sizlarga ko'rsataman. Siz qayerdasiz degan unga birinchi savol beriladi. Shuni forma ochilganda mana bu ko'rasizlar. Toshkent shahrida, viloyatda. U Toshkent shahrida bo'lsa, Toshkent shahrini belgilaydi, viloyatda bo'lsa, viloyatni belgilaydi. Agar noto'g'ri belgilaydigan bo'lsa, demak uni sog'lig'ida nimadir problema bo'ladi. Toshkent shahrini belgilagandan keyin unga ko'rasizlar, mana yoshingiz nechida degan question ikkinchi savol ochilyapti. Agar u viloyatni tanlasa, viloyatni tanlagandan keyin afsuski siz bizga to'g'ri kelmadingiz degan close form ochiladi. Ya'ni forma yopiladi u uchun. Bo'ldi. Shuni bossa, bo'ldi. Siz bizga to'g'ri kelmadingiz deb uni formadan chiqarib yuboradi. Tepadagi Toshkent shaharni belgilasa, keyingi savollarga o'tib ketaveradi va shu orqali siz filtr qilsangiz bo'ladi. Masalan, sizga 24 yoshdan kichkinalar kerak emas bo'lsa, keyingi savolda ham xuddi shunaqa qilsangiz bo'ladi. Masalan, yoshingiz nechida? 18-24, 24-35, 35-45, 45 plus qilib qo'ysangiz, masalan, 18-24 ni bitta tanlasa, yana forma yopiladigan qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Shunaqa qilib, dillaringizni maksimalli sifatli qilib, xudo xolasa o'sha tadbirkorga zo'r rezultat qilib berishingizga ishonaman. Agar video foydali bo'lgan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang.